Assalomu alaykum, efirda Uzak xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda joriy yilning boshidan beri birjaning polietilen bozorida shakllangan holatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Dastlab esa an'anaga ko'ra o'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlariga to'xtalib o'tamiz. Bu o'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birja yangiliklariga to'xtalamiz. Yangiligimiz asosan davlat xaridlari tizimiga aloqador. 2025-yil 9 oylik yakunlariga ko'ra birjaning davlat xaridlari bo'yicha xarid.uzak.uz elektron savdo tizimida o'tkazilgan savdolar natijasida 7,3 trillion so'mlik byudjet va korporativ buyurtmachilarning mablag'lari tejaldi. Tuzilgan bitimlarning hajmi esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan 31,2% ga oshdi. Elektron davlat xaridlarining buyurtmachilari va ishtirokchilari uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida birjaning yangi xarid mobil ilovasi ishlab chiqildi va joriy etildi. Sun'iy intellekt servislari mijozlarga xizmat ko'rsatish va ularning e'lonlarini moderatsiya qilishda keng qo'llanilishi yo'lga qo'yildi. Birjaning xarid.uzak.uz elektron savdo tizimiga mahsulotlarni joylashtirish va sotish jarayonlarini yengillashtirish maqsadida mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun tovarlar katalogini shakllantirish mexanizmi joriy etildi hamda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining license.gov.uz elektron litsenziya tizimi bilan axborot almashuvi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, davlat xaridlarini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi tomonidan markazlashgan xaridlar va farmatsevtika tarmog'i bo'yicha farma.uzak.uz ixtisoslashgan platforma ishga tushirildi. Endilikda alohida tovar segmentiga o'tamiz, ya'ni birjaning polietilen bozori, ya'ni joriy yilning yanvar-noyabr oyida birjaning ushbu segmentida shakllangan holatlarni ko'rib chiqamiz. Umuman olganda ushbu mahsulotlarning sotuv hajmi ko'rib chiqilayotgan davrda 130 ming tonnadan oshdi va bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4% ga ko'p demakdir. O'rtacha oylik sotuv hajmlari 12.400 tonnani tashkil etgan. Oyma-oy sotuv hajmlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda umuman olganda barqarorlik hukm surib kelmoqda. Eng yuqori sotuv hajmi iyun oyiga to'g'ri kelmoqda. Aynan mana shu davrda 14 ming tonna polietilen sotilgan. Keyingi oylarda ham yuqori ko'rsatkichlar saqlanmoqda. Noyabr oyining o'rtalariga kelib ushbu ko'rsatkich 4 ming tonnadan oshdi. Sotilgan polietilen mahsulotlarini guruhlar bo'yicha ko'rib chiqamiz, ya'ni eng yuqori talabga ega bo'lgan hamda ko'p sotuvlar bo'lgan polietilenlarga to'xtaladigan bo'lsak, quyidagicha holatni ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda bu yerda katta o'zgarish sodir bo'lmagan. Birinchi yetakchilik quyma polietilen hamda plyonka ishlab chiqarish uchun foydalanadigan polietilenga to'g'ri kelgan. Ularning ulushlari 30 hamda 34% tashkil etmoqda. Keyingi o'rinlarda turadigan puflanadigan hamda quvur ishlab chiqarish uchun foydalanadigan polietilenlarning ulushlari 14 hamda 15% tashkil etdi. Hamda boshqa turdagi polietilenlarning umumiy ulushi 5% tashkil etdi. Barcha turdagi polietilenlar bo'yicha shakllangan o'rtacha narxlar dinamikasiga to'xtalib o'tamiz. Grafikka murojaat qiladigan bo'lsak, bu yerda ko'rinib turibdiki, umuman olganda o'zgaruvchanlik hukm surmoqda, biroq narx ko'proq pasaygan. Xususan, yilning boshiga e'tibor beradigan bo'lsak, polietilenning o'rtacha narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun demak 16 million 200 ming so'mdan mart oyiga kelib 16 million so'm miqdorigacha pasaymoqda, biroq keyingi oyda, ya'ni aprel oyiga kelib narxlar ko'tarildi hamda 16 million 800 ming so'mgacha chiqib oldi. Bu kotirovka ko'rinib turibdiki, joriy yil uchun maksimal daraja hisoblanadi.
Keyingi holatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, yoz mavsumiga kelib narxlar pasaygan, yana 16 million so'mga pasayganligini ko'rishimiz mumkin hamda avgust oyida biroz talab oshganligi sababli narxlar ko'tarildi hamda 16 million 600 ming so'mni tashkil etdi va qiziq tomoni oktyabr oyiga e'tibor beradigan bo'lsak, aynan oktyabr oyida bozor uchun minimal kotirovka qayd etilmoqda. Mahsulotning 1 tonnasi 15 million 600 ming so'mni tashkil etdi. Noyabr oyidagi kotirovka 16 million 200 ming so'mni tashkil etmoqda. Dasturimiz so'ngida polietilen bozorini hududlarda sotib olish darajalariga to'xtalib o'tamiz, ya'ni bozorga talab nuqtai nazaridan yondashamiz. Bu yerda katta o'zgarishlar sodir bo'lmagan, nisbatan yetakchilik qilib kelgan hududlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi yetakchilik albatta Toshkent va Toshkent viloyatiga tegishli bo'lmoqda. Ushbu hududning umumiy ulushi deyarli 65% ni tashkil etdi. Keyingi o'rinda turgan Farg'ona viloyatining ulushi 9% atrofida qayd etilgan. Keyingi navbatda turgan Samarqand hamda Namangan viloyatlarining ulushlari 6 hamda 7% tashkil etdi. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.